Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala nebiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bugungi darsda biz g'o harfi bilan tanishamiz. Bu arab tilidagi g'o harflarining endi eng qatisi. Ham shunga ko'ra harakalarni endi fatha, kasra, damma bizga qat'iy deb aytirish kerak. G'o, g'i, g'u. G'on, g'ob, g'il, g'ayru boshqa бүтән degan so'z. Bag'lu, farg'u u bo'sh bo'lu, bo'shov degan so'zni anglatadi. G'abg'abu, mablag'u u aqsha summasi. Aqsha ko'pmidir miqdorda bor ekan endi bu summa endi bizning arab tilida endi mablag' deb ataladi. Mag'rib oqshom namozini mag'rib deb aytadilar endi. Ondan so'ng endi Marokko ili bor bit. Shulay mag'rib deb aytadilar. Mag'rib. Ig'lib, ig'fir, ishtaghala, yashtaghilu, istaghfara, yastaghfiru. Tamam, bir o'qiymiz. G'o, g'i, g'u, g'on, g'ob, g'il, g'ayru, bag'lu, farg'u, g'abg'abu, mablag'u, mag'ribu, ig'lib, ig'fir, ishtaghala, yashtaghilu, istaghfara, yastaghfiru. Hozir biz aning yozuv ravishini qarab ketiramiz. G'oyn harfi bu bizning o'zigina shulay deb yoziladi. G'oyn. G'oyn. Boshida, oxirida, o'rtasida yozilgan qarabız. Agarda boshda yozilgan ekan, shunday deb yoziladi. O'rtada qarabız, oxirida yozilgan. Oxirida shusini birga tutashtirib qaraymiz. Boshida, o'rtasida g'o, g'i, g'u. Biror so'z bilan yozib qo'ying. Masalan, oqshom namozini yozing. Oqshom namozini nechik bo'ladi dedik arab tilida? Mag'rib. Shundaymi? Mag'rib. Aqsha summasi nechik bo'ladi dedik? Mablag'. Mim, ba harfi, lam, mablag'u. Shundan so'ng boshqa бүтән nechik dedik? G'ayru dedik, shulaymi? G'ayru. Farg'u bo'shliqni yozing hali. Farg'u. Shulay aytib
язып, укып чыгарга кирәк. Булай инде дәфтәребезгә инде хәрефләрне язып, уны шар тапкыр укып, кабатлап чыгарга кирәк. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.